Qishki tayyorgarlik. Birinchi qism. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir deb qishda 2 millionga tushadigan bozorligimni 650 mingga qilib hamma narsani to'g'ri olishdan boshladim. Bolgarskiy zagatovkam qaynatma sho'rvamdagi qo'y go'shtini hidini olishga yordam beradi. Baqlajonlarim qo'yib qolmasin, siz birov unga botirib, zip paketlarga solib, morozilkaga boramiz. Golubtsili zagatovkamni tepasini olib tashagan edim. Bular ham uvol bo'lmasin deb mastava bilan mamparga ham zagatovka qilib oldim. Videoning tagida to'liq yozma retseptini ham yozib ketaman. Saylaga, lag'mon gampanga ham bittada zagatovka qilib oldim. Jandusini sal maydaroq o'rasanglar hamma ovqatga universalniy bo'lib ketadi. Zagatovkamni uncha munchadan bilmasa kerak. Yashil fasol, pomidor, chesnok immunitetingizni zo'r saqlaydi. Salatlarga, ovqatlarga ishlatib boraman. To'xtang. Yurechani bosib, ro'zg'or o'rtog'ingizga videoni jo'natib qo'ying. Charchab ketdim. Qishki tayyorgarlik qilishni o'rgan. Ko'rdingmi? Mana shunaqa bo'ladi. Hamma ishni o'zimga qildirib, oyijon ham bopladilar-yu. Aytgancha, bunaqa katta qishki zagatovkalar ovqatlar qilganimda eng kerakli приложение bozorli приложениеsi yordam beradi. Siz mutlaqo bepul bozorli приложениесidan o'zim hamma retseptlarimni spiska qilib qo'yganman. Undan tashqari xolodilnigingizni nima topsangiz, shunday приложениеga yozasiz, o'zi sizga nima taom pishirishingizni retsepti bilan chiqarib beradi. Asosiysi uydagi hammaga shu приложениeni ulab qo'ysangiz, bir-biringizga bozorlikni yuborib tursanglar bo'ladi. Xohlasangiz kaloriya hisoblang, xohlasangiz ro'yxat qiling, kunlik reja ham tuzib qo'ying. Ichida retseptlar ham bor. Shundoq